Tushda oyoq ko'rishning ta'birlari. Hazrati Doniyor aytadilar: kimki bir oyog'i kesilganini yoki singanini ko'rsa, yarim moli ketishiga ishoradir. Agar har ikki oyog'ining kesilganini yoki singanini ko'rsa, barcha moli ketishiga yoki o'zining o'lishiga ishora bo'ladi. Ta'birchilarning aytishlaricha, agar kishi har ikki oyog'ining kesilganini yoki singanini ko'rsa, safarga chiqishga ishora bo'ladi. Qarasaki, oyog'i po'lat yoki misdan emish, umri uzun bo'lishiga dalolat qiladi. Agar oyog'ini shishadan ekanini ko'rsa, umri tez tugashi va moli sovurilishiga ishora. Chunki shisha boqiy emas, kuchkamdir. Oyog'i shol yoki illatli ekanini ko'rsa, holatining sust va zaif bo'lishiga ishoradir. Agar yaxshi odam oyog'ini shol bo'lganini ko'rsa, dinining ziyoda bo'lishiga ishora bo'ladi. Oyog'ini arqon bilan bog'lab qo'yilganini ko'rsa, biror kishidan unga manfaat yetishini bildiradi. Oyog'i yo'q bo'lib, hassatayoq bilan ketayotganini ko'rsa, biror kishiga suyanishiga ishora bo'ladi, lekin u kishidan foyda topmaydi. Podshoh yoki amaldor har ikki oyog'ining kesilganini ko'rsa, amalidan tushishini bildiradi va moli barbod bo'ladi. Qarasa, oyog'i kumush, to'piqlari oltin emish. Yuqoridagi dalilning o'zidir. Qarasaki, oyog'i kasalmand emish. Unga biror ziyon yetishini bildiradi. Oyog'i ustunga bog'langanini ko'rsa, buning ta'biri tuzukroq bo'ladi. Chunki daraxt erkak kabidir, ustun esa murda kabi. Oyog'i tuzoqqa tushib qolganini yoki biror joyga kirib qolganini ko'rsa, makruh hiylaga duchor bo'ladi. Oyog'ining og'ir yengilligi esa tuzoqning qattiq, mahkamligiga bog'liq. Oyog'i birorta joyda yoki go'rda to'yib ketganini ko'rsa, din va dunyo ishida oqsab qolishini yoki birovning aytgan yomon so'zidan ranjishiga ishoradir. Kirmoniy aytadiki, har ikki oyoq ota va ona hukmidadir. Oyoqda ko'rilgan har qanday zaiflik va nuqson ota-onaga taalluqli bo'ladi. Oyoqlar ko'p ekanligini ko'rsa, safarga ketishga dalolat qiladi. Bordi-yu kambag'al bo'lsa, boyga aylanadi. Jobir Mag'ribiyning aytishlaricha, oyog'i tuya yoki sigir oyog'iga o'xshaganini ko'rsa, quvvati va moli ziyoda bo'ladi. Oyog'i xuddi ot yoki eshak oyog'i kabiligini ko'rsa, quvvati va izzati ziyoda bo'lishiga dalolat qiladi. Oyog'ini darrandalar yoki vahshiy hayvonlar oyog'i kabi ko'rsa, haromdan biror narsa topadi. Oyog'ini qushlar panjasi kabi ko'rsa, kasbu maishatining kuchayishiga ishora bo'ladi. Dushman ustidan zafar topadi. Hazrati Sodiqning aytishlaricha, tushda oyoq ko'rish 7 narsaga belgi bo'ladi. Maishatga, umrga, harakatga, mol qidirishga, quvvatga, safarga va xotinga. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.